Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Kulish sadaqa dedilar. Kelinlarimizga kulaylik, sadaqa olar ekanmiz Ramazon oyida. Voy, oyisi o'rgilsin. Voy, baraka toping. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Iloyim bolam bilan qo'sha qaring. Yosh kelinlar oling. O'sha kelin qanaqa bo'lib ketar ekan? Qaynonamdan duo olman deb erib ketadi o'sha kelin. Qilaylik. Qiyin emas-ku. Agar yomon ko'rsangiz, bitta yomon ko'rib qolsangiz boru, u yog'ini endi bu shaytonga qo'yib beravering. Bo'ldi, qo'yib beravering shaytonga, u yog'ini o'zi olib ketadi. Hali u ishidan yomon ko'rsataveradi, hali bu ishini yomon ko'rsataveradi. Faqat shaytonning qiladigan ishi yomon ko'rsataveradi. Allohdan umid qilib so'raymiz, hammamizni shu Ramazon oylarida Alloh taolo gunohlarimizni kechirib yuborsin. O'zi bu dunyoda ham ayblarimizni bekitdimi, qiyomatda ham bekitsin. Ikkinchisi, birontasini qoldirmas ekan. Nimani qoldirmas ekan? Banda bilan bandani o'rtasida ish qoldirmas ekan. Mana biz achinarli joyimiz shu yerda, qizlar, birodarlar, onaxonlarim. Shu yerda bizani eng bizga tegishli joyi. Qoldirmas ekan. Sirot ko'prigidan o'tgandan keyin endi Qantara degan joy bor ekan, shu yerda hamma bir-biri bilan uchrashar ekan. Endi Alloh taolo endi olinglar bandalarim. Bir-biringizning haqqinglarni olinglar deb hammani haqqini olib berar ekan. Haqdorlarga tegar ekan o'sha kuni. Endi Allohning huzuriga borganda o'sha kelinlarimiz, qani oyijon, bir haqqimni berib qo'ying. U kunda endi bo'ldi. Endi u kun adolatli kun. U kunda mehr yo'q endi. Alloh taolo rahmatini bu dunyoda 100 ta rahmatni yaratib, o'shandan bittasini shu bandalarga bergan. Ana o'sha bitta mehr bilan hozir bizni qaynonalarga haqqimni bering deb kela olmaymiz hozir. Kela olmaydi kelinlarimiz bizga, haqqimni bering deb hozir. Lekin qiyomatga keladi. U kunda u rahm ko'tariladi endi. Alloh taolo o'ziga 100 ta qiladi, bizdan u mehrni ko'taradi, rahmni ko'taradi. Shunda qani oyijon bering. Siz meni palon joyda meni erim bilan ajratib olgansiz. Biz er xotin yaxshi edik. Siz ajratib oldingiz. O'zingizni nafsiz ikkita qudalar kelisha olmadinglar-da. Sizlarni jazolayligi biza qoldik. Ertaga bu qudalar javob beradi. O'zini kibriga, o'zini havosiga, o'zini nafsiga osildi-da, mana yoshlarni yashatmadi. Yoshlar yaxshi edi o'zi aslida. Kelishib ketardi. Juda kelisha olmadingizmi keliniz bilan? Bo'lik qilib chiqazib oling. Uy joyi yo'qmi, kvartiraga chiqib ketsin, rizqini Alloh yetkazadi. Biz o'zbeklarning shunaqa joyimiz borki, uy joyimiz bo'lish kerak, uy qurish kerak, qiynalib, uy qurib keyin uni bo'lik qilib chiqazib olishingiz kerak. Ungacha o'lib olishingiz kerak gunohga botib. Kvartiraga chiqib ketsin. Qaysi bir kvartirada yurgan odamning rizqini Alloh taolo bermabdi. Beradi. O'sha uyini, kvartirasini pulini ham men yeyish ichishga berayotgan Robbim kvartirasini pulini ham beradi. Chiqazib oling. Yoqmadimi? To'g'ri kelmadimi siz bilan? Nima qilasiz? Er xotin yaxshi bo'lib turgan paytingiz ajratib oling. Ajratib olmang, chiqazib oling. Chiqazib oling, inshaalloh ko'p yaxshiliklarni ko'rasiz. Mehr rosti bog'lanadi. U sizga talpinadi. Kelganda siz uni aybini ko'rmayapsiz-ku. Siz asabingizga tegmayapti. Naryoqda yuribdi. Endi u sizga kesib narsa pishirib kelyapti. Voy, baraka toping, rahmat deysizda, uyingizga kelgan mehmonga yomon gapira olmaysiz-ku. Mana sekin-sekin mehr, muhabbat bog'lanadi. Chiqazib oling. Sizga juda o'ta yoqmadimi? Qo'lingizdan kelmayaptimi? Yaxshi gapira olmayapsizmi? Sizni rosa o'tkazib yuborganmi? Qalbingiz yumshamayaptimi? Ke bolam. Men oxiratimni o'yla. Mana men ukang bor, men keyin o'ylantiraman. Sen mashjon atrofimdan antladan bir kvartira olganda bolam, sen har kun meni oldimga kelib ko'rgan. Bu bo'lib bo'ldi degani, o'lib ketdi degani emas ekan. Yo'q bo'lib ketdi degani emas ekan. Sen menga qaytanga bolam, har kuni xabar olib kelsa, bolangiz bilan mazza qilib gaplashib o'tirasiz. Bolangiz ham uni ko'tarib keladi. Bolangiz ham sizdan bezilmaydi. Bolalarni bezdirib yuboradi onalar. Bolalar keladi deb faqat salomini berib, iloji boricha onasidan qochsa. Nega? Hozir xotinim bilan shikoyat qilib qolmasa, hozir bir narsa qilib qolmaslar deydi. Yaxshi o'tirsin, hozir men ishim bor edi, anaqa deb qochadi siz bilan gaplashib. Lekin onalar nimaga zor? Bola bilan o'tirib gaplashishga zor. Lekin bolalarni qochirib yuboramiz. Kelinlarni qochirib yuboramiz. Gaplashib o'tira olmaydi biz bilan. Shunda shu kelinlar kelib qolsa nima beramiz?
vaqt kelganda mani ajratib yuboruvdingiz, vaqt kelganda mani mana bunaqa qilib urushtiruvdingiz, mayli ajratib yubormagan bo'lsangiz ham urushtiruvdingiz erim bilan. Mani keyin erim uruvdi sizga gapingizdan keyin. Men o'sha urganda mayib qilib qo'ygan. Men bir umr shu mayib bilan azoblandim, qiynaldim, haqqimni bering oyi. O'sha kelinlar bizga kelsa, yig'igan terganimiz shu kelinga beramiz ham. Alloh taolo Qur'onda bir zolimni keltirib aytgan ekanki, bir zolimni olib kelinar ekan qiyomat kuni. Olib kelib turib, dunyoni, mana shu yashab turgan dunyomiz bor-ku, hamma yaxshiliklarni olib kelib o'sha bandaga beriladi. Men senga shu. Endi shu sengada lekin men bitta zolimliging bor ekan, zulm qilib qo'ygan joying bor ekan. Sen rozimisan? Hozir jahannam seni kutib turibdi, jahannamga kirasan. Lekin mana shu jahannamga kirmaslik uchun mana shu senga dunyoni berdik. Hammasini berasanmi desak, voy, hammasini beraman. Ol, Allohim, men jahannamga tushmasam bo'ldi derkan. Lekin ketirilmas ekan. Nega? Dunyoni berib yuborganda ham mana bu zolimligi turaverar ekan, zulm. Shuning uchun bilaylik, zulmdan qo'rqaylik. Agar biz zulmni tanimasak, nimaligini o'shanga ogoh bo'lamiz. Ertaga haqqimni bering deydigan kun bor. Oy kelin, hali ham bo'lsa haqli bir-biriga o'tib ketgan, o'sha Ramazon oyida kibr degan otlovni otib yuboraylik. O'sha kelin bo'lsa ham biz o'shanga zulm qilib qo'ygan joyimiz bo'lsa o'tirayman kelin. Men oldin bilmovdim. Shunchalik ishlar borligini, hali boshimizda ish juda ko'p ekan. Bizi bo'ldi emas ekan. Biz qaynona bo'ldi degani juda hali podsholarga anaqasi mas'uliyat ko'pmi? Qancha yuqori bo'lgan sari mas'uliyati shuncha ko'p bo'ladi. Qaynonani ham o'zining mas'uliyatlari bor hali. Shunda kelin, mana bu joyda men sizga qilib qo'ygan zulmim bor. Agar siz hozir shu yashab turgan davrimizni, shu dunyoda siz meni kechirmas ekansiz, oxiratda men sizga beradigan hech narsam yo'q, jon bolam. Men ham sizga nimadir yaxshilik o'tkazib qo'ygan joyim bordir. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Men ham sizni kechirib yuboring, siz ham meni kechirib yuboring shunda oilada. Keling oxiratga qolmasin kelin. Biz kelishib olaylik, kelinlar bilan bir-birimizni haqqimizni shu dunyoda o'tab qo'yaylik. Ani kibr, shayton voy, qaynona bo'lib tursan kelindan kechirim so'raysan. Ertaga boshingga chiqadi. Ana oyimning aybi bor, bo'ynida mendan kechirim so'radi deb. Shayton bu yoqdan keladi. Alloh rozi bo'lsin. Bu gaplarimiz bilan qalbingizga ortib qo'ygan bo'lsam rozi bo'linglar. Bizning niyatimiz birovni qalbini bir ortib ola qolmas, qilib emas. Biza yuringlar jannatga. Hammamiz jannatga boraylik. Robbimni beparda go'zal jamolini ko'radigan jannatga yuringlar bizlar. Shu Ramazonda onadan yangi tug'ilgandek poklanib chiqaylik inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatulloh. أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي